Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlari. Pensionerlar bu videoni oxirigacha ko'rsin, chunki pensionerlarga juda zo'r yangilik bor. Ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi deyishyapti. Rostdan ham o'zgaradimi? Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik aytayapti pensiya yoshi o'zgaradi deb. Rostdan ham o'zgaradi, ya'ni bahor oyidan pensiya yoshi o'zgarishi mumkin. Ya'ni ayollar 53 yoshda, erkaklar 55 yoshda pensiya olishi mumkin. Ko'pchilik shunaqa deb internetda aytishyapti. Men ham internetdagi ma'lumotni aytyapman aziz yurtdoshlar. Shuning uchun kommentariyaga so'kib yozmaymiz. Xullas, pensiya yoshi o'zgarsa qanday qulayliklar bor? Ko'pchilik aytyapti, ya'ni pensiya yoshi o'zgaradimi o'zi deb. O'zgarishi mumkin, ya'ni men ham internetda ma'lumot aytyapman. Ko'pchilik aytyaptiki, ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi deb. Rostdan ham o'zgarishi mumkin, chunki juda ko'p ko'ryapman shunaqa videolarni internetda. Pensiya yoshi o'zgarsa kimga foyda? Sizgami yoki bozor narxi oshib ketadimi? Ko'pchilik kommentariya yozib o'tgan videomizga, ya'ni seni deb bozordagi narxdan oshib ketyapti. Yo'q, aziz yurtdoshlar, unaqa pensiya yoshi hech qanaqa bozor narx-navosiga menimcha zarar keltirmasa kerak. Aziz yurtdoshlar, pensiya yoshi o'zgaradimi? Ko'pchilik aytibdi, pensiya yoshiga yetmay o'lib ketayotganlar ko'payib ketdi deb. Unisini bilmadim, lekin pensiya yoshi o'zgarishi mumkin. U ham endi ma'lum bo'ladi. Men ham internetdagi ma'lumotni aytyapman. Xato kamchilik gapirayotgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Aziz yurtdoshlar, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi xabar esa pensiya puli oshishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik aytyapti, pensiya pulining qachon oshiladi? Pensiya puli endilikda, ya'ni nafaqa puli sekin-sekin oshib borishi mumkin. U ham internetdagi ma'lumotni olib aytyapman aziz yurtdoshlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz, chunki keyingi video nima haqida bo'lishini siz yozib keting. Biz shunga qarab video chiqaramiz aziz yurtdoshlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 100 mingta obunachi bo'lishimiz kerak tez orada. Videoni oxirigacha ko'rganlarga katta rahmat. Meni bitta savolim bor sizlarga: kim qaysi viloyatdan ko'ryapti? Kommentariyaga обязательно yozib ketinglar. Va undan tashqari dollar kursini aytadigan bo'lsam, dollar kursi 1.210.000 so'mdan 1.218.000 so'mgacha bo'lib turibdi bozordagi kurs. Ya'ni 100 dollarimiz 1.210.000 so'mdan 1.218.000 so'mgacha bo'lib turibdi. Va undan tashqari dollar kursini ham bozordagi kursini aytyapman men aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmaymiz. Rublni aytib o'taman. 1000 rublimiz 1.50.000 so'mdan 1.55.000 so'mgacha bo'lib turibdi. Men ham internetdan ko'rdim rublni. Shuni aytib o'tay. Xato kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Biz keyingi videoda shuni to'g'rilab qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.